يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli karindaşlar, bizdeki bu dersimiz aldığımız dersimizdeki devamı, yani Ramazan'ınki ahirki onda zikir, tesbih ve teravih namazlarını kandak okuymuş diyen üstü toxtalgan tok. Yani bu dersteki özü de yani zikir asas orunda oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamlık her kandak vakti özüde Peygamber Aleyhisselam meni zikirni devamlaştırdı. Bulup mu Ramazan kirgenden keyin başka bir şekilde devamlaştırdı ve ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'daki ahirki 10'u kirgenden keyin yani alahide ehemmiyet verdi diyen muşnuk üstüde toxtaldık. Yani bu demek zikiremdi. Zikirninki üzemdi. Bu yılki küllük mene Allah Teala tarafından yani namaz, zakattek, undak, rozedek o farz kılınan bir ibadet olmuş mu? Bu zikir naiti bir muhim bir ibadet. Bu meyli namaz olmuşsun, meyli zakat olmuşsun, meyli Ramazan, rozu olmuşsun. Hemmesi şunun içinde zikir var. Zikir boğandaki bu yani ibadet şekillengen buludu. Ana o andaki biz bizdeki bu katemki dersimizde zikir degen neymo ve zikirneki fazileti neymo kandak alete zikir kılış gerek biz muşnun üstüde toxtalımız çünkü bu zikir yani aldığımız dersimizde çetişik boğallık için bu dersin yine alayida bir ders kıldık hem de. Şimdi zikir degen gep bu Arapça gep. Zekere yazkuru az zikir. Yani asli degen gep. Aslaş. Yani aslaş degen gep buludu bununki lügat manisi. Yani bununki şer'i manisi zikir kıpto, zikir etipto degen ne mi degen gep? Yani zikir kıpto yani zikir etipto degen yani Kur'an ve hadiste Allah'ınki Resulü kösetken şekil boyunca men o adam Allah'ını eslepto degen Allah'ın tılıda ve kalbide o adam depto digerlikni bunu göz tutudu. Yani zikir degen manamla o adam til arkalık, şu kalbi arkalık Allah Teala'nı paklagan, Allah'a hamd etkan, Allah'ınki nait olu katta digerledek, muşunda sıfatı diş arkalık Allah'ını maktıgan. Muşu nersini biz hem de zikir deyimiz. Hem de emimizge malum zikirniki en ebzili Kur'an-ı Kerim. Hem de namazın içinde her bir hareketimiz, her xil, hemme haletimiz zat Allah'ını esleş olgan buludu. Ana o andaki bu ibadetteki, bu zikirniki en ebzili, en yukarısı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ınki sözü. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü olgandaki bütkül kainatını yaratkan Allah Teala'nınki sözü. Ana o andaki biz şu zatka iman etkan bolgandaki şu zatniki sözünü biz okusak, meni resmi Allah'ını esligen bir şekilde buludu demdi. Meni bunu tilavet kılış, okuş, okutuş ve ögünüş, tefekkür kılış, bir yer müzakir kılış, diğerlerindeki hemmesi mesela tefsir ve onun başka olumu tefsir, diğerledek muşuk Kur'an-ı Kerim'ni yüzdeki mezmununu bilişken, bir vasıta ve vasıtadan bilişki borgan barlık nesildeki üze meni zikir olgan buludu. Bu Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıştan ibaret olan bu zikirniki cezmen onunki şart var çünkü Allah'ın sözü olganlığı için meni bu zikirni yani Kur'an-ı Kerim'de okuyduğun malum bir şartlar var. O kavun yani zikirni şu Kur'an-ı Kerim'de okuyduğun adam cezmen canup bulması gerek. Canup adam okuyamaydı. İkinciden hezdar ayal Kur'an-ı Kerim'ni okuyamaydı. Üçüncüden nefas ayal bu Kur'an-ı Kerim'ni okuyamaydı hem de. Hem de cunup bulmagan normal da hem de tarihi yok adam bolgan bolsa uçanın üzüde meni Kur'an-ı Kerim'ni o adam yadı bilgen bolsa yadı okusa meni buludu.
Ammo yezdar ayol yoki nefas ko'rgan bunda bir ayol bo'lib qolgan bo'lsa, buni tilga elish orqali o'qish qat'iy durust emas. Qat'iy durust emas. Buniki sharti bu. Ana bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni bir odam, yana birisigandan keyin yod bilmaydigan odam u yerni o'qiyman desa, bu o'quvchi bo'lgan odamniki jazman tarixchi bo'lish kerak. Mayli er olamdı, mayli ayol olamdı, onu tutup durup, yani mushafdan ibaret bo'lgan shu alhamdudan başlap va nasıl kelgich bo'lgan orliqdiki mana hammasi Qur'oni Karim mana buni bir varaq yoki bo'lmaydi hammani tutib o'qish uchun yoki bir para yoki bir sura deganidek mundaq ayrim qilingan mushunda bir varaq olsun. Mana buni tarixsiz odamning bo'libmi, junub, hezdar, nefas ayollarniki mana tutup o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Uni o'qish uchun jazman u odam mana junub bo'lmagan vaqtning o'zida tahorat elib, tahoratdan bismillah deb o'ltirib, onadagi Qur'oni Karimni qo'li bilan tutib, yechib, buni o'qishi kerak. Endi bu zikr, bu Qur'oni Karim zikrniki eng yuqorisi bo'lgandan keyin hamma odam shuna bir holatda bo'lmaydi, pokizlik holatda bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimdan boshqa ibodat, boshqa bir zikr tasbih bo'lgan bo'lsa, men uçanın üzerinde o adam cünüp olamdı, ya ki o ayala hezdar olamdı, ya ki nefaslar olamdı, ya ki yeni bir xil aleti olamdı. Bunda kişilerinki Kur'an-ı Kerim'deki ayeti olmayan şart aslında kalan zikir tesbihini okuyuverse bulur. Hatta cünüp adamniki okusumu bu duruz. Ana oğandaki bizdeki hazır bu yerde toxtulduğunumuz mene bu zikir. Mene Kur'an-ı Kerim'den başka olan zikirniki üstüde toxtalımız. Qur'oni Karim zikrniki eng yuqori. Qur'oni Karimniki ham inshaalloh imkon bo'lsa bu Qur'oni Karimniki zikr qilishniki afzaliyati, ya'ni tilovat qilishniki buning ustida to'xtalishimiz mumkin. Hozir ana Qur'oni Karimdan boshqa bo'lgan zikrniki ustida to'xtalamiz. Endi Qur'oni Karimniki o'zi Allohning so'zi bo'lgandan keyin bu Qur'oni Karimda butkul bizniki baxt saodat, bizdeki bu dünya ve o dünyadaki bo'lgan ve bu dünyadaki barlık işimizdeki asası menbeyi Kur'an-ı Kerim'de tepildi. Şunun için bu bizge nispeten behmu muhim. Bu Kur'an-ı Kerim'de her kandak vakitin üzerinde melkeç olamdı, kündüz olamdı, kitfaraylı, turaylı, yataylı, diğerledek müştak halette devamlı okup, yani şunun üstündeki şu yılki mezmun, şu yılki talimatın üstünde fikir yürüyüşümüz çok gerek. Bunda oğançanın üzerinde bizim zikrniki en yukarısını kanço bulunuz. Bizni birden bir kafirlarniki maksidi olsa, bununki maksidi biz Müslümanlarniki birden bir kanunu ilahi olan, yani destur olan Kur'an-ı Kerim'den arif etiş. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarniki itikadı ve ameli, ahlak, devlet ve onun başka barlık şeyi ahkam onun içinde bağımdı. O hakiki dağdam yolunu kösperden birden destur bir Kur'an, kitap. Ne olgandaki kafirler bunu bilgendiyken Allah Teala kafirliği maksidi bilgenliği için şu Kur'an-ı Kerim'de ne mi deydi o? Yani şuna deydi ki Kur'an-ı Kerim'de kafirler sizler bu Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlardan lağve kıvettenler. Şu Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlardan ayrı vettenler. Ayrı vassanlar uçanın üzerinde bu mümin Müslümanlarınki üstüden sizi galibe kırıp, onu idare kırıp, onu kulluk orunda her taraftan muşunda kul kırıp, işiltip, muşta yaşaysılan diyen ayet çoğu bağımdı. Ana oğandaki biz her kandak vaktimizde Kur'an-ı Kerim neme depti diğerliğindeki üstüde fikir kılışımız, öğütüşümüz, tefsir yetkizişimiz ve yazışımız, anlatışımız gerek. Şu boyunca emel çok kılışımız gerek. Anladaki bu Kur'an-ı Kerim'ni resmi tilavet hem zikir kanço bulumuz. Biz hem de zikirniki üstüde toxtalımız. Zikir biz mümin, Müslümanların nispeten naiti muhim boğan bir ibadetniki kısmı. Allah Teala bu zikirniki Allah'ın zikir kılış neki üstüde toxtalıp sizler Allah'ın zikir kavakti üzere naiti cık zikir kılınlar deydi. Allah Teala neyim deydi o? Ya eyyühellezine amenu zikurullaha zikran kesiran ve sebbihuhu bukraten ve asila. Ey müminler, siz Allah Teala'nı naat göp cık muşundak Allah'ını zikir kılınlar.
va Allohga men atdigan va oqshomda tasbih etinglar deydi. Bu yerdamdi Alloh taolo bizga buyruq qilyotdi. Buyruq qan bo'lgandan keyin Allohni ko'p eslashlikka o'zi bu buyruq, ya'ni vojib. Allohni zikr qilmay, eslamay, uni unutilib qolishlikka o'zi bizga nisbatan cho'ng bir gunoh. Nima deydi Alloh taolo bu to'g'riliq bir oyatda? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ deydi. Ey mu'minlar, sizlar Allohni unutulib qolgan bunday kishilarga o'xshashchi bo'lmanglar. Ya'ni Allohni unutulib, Allohni tilida, dilida, qo'lida, mushu ko'zida, putida, butkul vujudida mana uni unutulib qilib, Allohniki nima degan kar yo'q, faqat o'zim yashasam bo'ldi deb ketadigan bunda bir qonlar o'tgan burun sizlar bunday ish uchun bunday kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Shunda bu qolsanglar Alloh taolo agar unutulib qolibsiz, shunda kishilar bu qolsanglar Alloh sizlarni o'z nafsini unutuldiradigan kishilarni qilib qo'ydi. Ya'ni Alloh o'zini unutuldiryapti deydi. Ya'ni o'zini sizlar musulmonmi, Uyg'urmi, sizlar nerede kelgan, nemish uchun, nemish kelgan bu dunyoda sizlar nima qilmoqchi, bunidagi nega varsizlar degan bundak asosiy mana hayotlik manbasini unutuldiryapti. Unutulib anadan musulmonmi yoki Uyg'urmi hech qanday bir farqi yo'q. Kafirni qishvasimi o'xshash, musulmonni qishvasimi o'xshash, mushtahalat uchun qilib qo'ydi deydi. Mana ulaykamul fasiqun. Men ash Allohniki zikrni, men Allohni eslamay, Allohni unutulib qolishdagi o'zi nima deydi Alloh taolo? Ya'ni fasiqlardir deydi. Ya'ni xato cho'ng gunoh bir ma'siyat ish qilgan kishilardir. Ana o'g'andan keyin fasiq deb atagandagi Qur'oni Karimdagi telefoncha har qanday bir amal, bir ishni men fasiq deb ataydigan u harom ekanligini bildirdi. Ana o'g'andan keyin Allohni eslashlikka o'zi davomli eslab turishning o'zi farz va uni unutib qolish gunohi kabira. Agar biz Allohni unutib qolib, mushundaq atsi qo'pib, shunday qilib yeb ichib, mushtaqlar bu dunyo kimniki, biz nima ish qilyapmiz, qandaq narsani Alloh bizga qilgan deganlarni o'ylamay hayvondek yashsak uchun o'zida u Allohni biz unutilgan bo'lamiz, mana gunoh ma'siyatchi o'tkazgan bo'lamiz. Biz bunda bir gunoh ma'siyati saqlanishimiz uchun davomli Alloh taolaning zikr qilishimiz kerak. Ham shunidek Alloh taolo bu Qur'ondagi bu oyati degandek Allohni ko'p zikr qilishimiz kerak. Allohni ko'p zikr qilishga Alloh taolo mana uzkuru degan buyruq orqali buni uchun bildirgan. Yana bir oyatda Alloh taolo mana nima deydi zikr qilgan odamniki fazilati ustida to'xtatib, fazkuruni azkurkum. Ey mu'minlar, meni sizlar eslanglar, meni zikr qilinglar. Mushunda zikr qilsanglar, men sizlarni eslayman degan. Yani Allah Teala'nınki bizni eslashdagi sharti biz Allah'ını zikr qilishimiz kerak. Allah'ını biz zikr qilgan vaqt o'zida Allah bizni eslab, yani bizni unutib qolmay, yani bizga rahmat qilib, o'ziga rahmetini bizga chechib, dunyo va oxiratda baxt saodat turmushga meni nisbchoq qiladi. Agar biz endi Allah'ını zikr qilmaydi ekanmiz, yani Allah'ını zikr qilmaydi ekanmiz. Bu yerda zikr am, mayli so'z, til yoki dil yoki so'z, yoki ko'z, yoki quloq, yoki mushu tafakkur orqali meni davomli Allohning uchun zikr qilish degan gap. Meni bu zikr yani Allohning ekanligi bu odam shundaqla qarab, ko'zida Alloh taolo qarash harom qilgan narsa bor. Meni shu yerda bir harom narsani qarshisi ko'rib qolganman, darhol to'xtatganligini o'zi men Allohning uchun asiganlik. Alloh bunda harom narsaga, bunda nomahram narsaga qarash harom, Alloh harom qilgan deb ko'zini yumush. Yani ikkinchi bir adam qarab, nima ish qilmading demay, oldi bilan yuzi. Bu to'g'rida oyat bor. Nima deydi Alloh taolo bu to'g'rida Qur'oni Karimda? Sizlar ey mu'min erlar, sizlar ko'zingni nima qilinglar? Uni yig'inglar. Mushunda qilsangiz sizlarga nihoyat pokiz atar bo'ladi degan oyat bor. Yana birisiga quloq anglaydigan masalamdi. Anglaydigan masaladami biz Alloh taolo qulg'i bilan anglashga yaratib ekan deb hammani anglashga bo'lmaydi. Bizdagi axloqimiz bizdeki ideyimiz, imanimiz, ibadetimiz ve muamelimiz ve ahiret ve dünyadaki baxt saadetke ziyan yetkizdiğin her qanday bir narsani anglashga ve onu quloq solishga qat'iy bo'lmaydi. Shuning ichidan de Allohni haqorat qilgan, islom dinini haqorat qilgan, mu'min musulmonlar ayollarni haqorat qilgan deganidek bundaq narsalarni
shuningdek u anglagan narsadagi o'zi u odamni gunoh ma'siyatga olib qo'ydigan bunda bir narsani anglashning o'zi harom endi. Bu mana shunday vaqtni o'zi darhol Alloh buni harom qildi deb meni Allohni asab uni anglamaslik. Bu Allohning nima qilishi bo'lgan bo'ladi? Zikr qilish bo'lgan bo'ladi. Yeni birisi ganadeken biz bir narsani o'yladik. Bu o'ylagan tafakkur qilganligi o'zi afzal bir amal. Hem farz ayn deydi hozir ba'zi olimlar. Her bir mo'min o'ziga bergan Alloh taolaniki mush aqlni ishlatish orqali bu tafakkurni ishlatish farz ayn deydi endi. Ana o'g'andiki meniki aqlim borda barliq narsa tafakkur qilishga bo'lmaydi. Hammani qilishga bo'lmaydi. Tafakkur qilishdagi ma'lum bir o'lchimi bor. Shu yerdagi narsa tafakkur qilish uni u tarafiga o'tmaysiz. Bu to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar Alloh taolaniki yaratgan mahluqotlarning ustida tafakkur qilinglar. Ammo Allohniki zot ustida tafakkur qilmanglar degan nima bor so'zi bor. Buni asosan buni uchun qilmaslik kerak. Mening aqlim bor. Hozir aqlaniyat bir dunyo aql birinchilik o'rinda turadigan. Aqlni ishlatmasak bo'lmaydi deb o'tirib, unda narsani tafakkur qilib, uni o'ylashga bu qat'iy bo'lmaydi. Endi birisigandekan musulmonlarga ziyon yetkazasiz. Musulmonlarniki ayib nuqsonlarini tepish orqali bunuga fikr qilishligi o'zimi bu harom. Agar mushna ishib qolgan bo'lsa, darhol Alloh buni to'sqanti deb aslashligi o'zi men Allohning asigan bo'ladi. Agar biz mushu shaklda bo'lsak, Alloh taolo meni biz uchun aslab, mayadi bir mu'min, musulmon bo'lgan bir xalq bordi, meni aslavadi. Bunuga mende burundim berib kelgan mushundaq mustaqillik, azatlık ve özü hoca buluştan ibaret olan bir an, bir devlet şekillendirip veray. Diğerledek muşundak nesini kılış arkalık bizge mustaqillik boğan, mustaqillik'i yedidiğen amel ve sebep ve şaraitlerini Allah hazırlap çok birdemdi. Eğer biz ondak kılmaydık emiz, biz mustaqillik hep kiti verimiz Allah'ın unutulup kalımız özen taşvadı demdi. Allah bizi taşvadı kandak kısan meyleyin dep. Bu doğrudandı. Yine ayette bu. Eğer biz Allah'ını eslisek Allah biz esleydi değil. Allah biz esledi diyen gap. Yani bizge Allah rahmet kılı demdi. Rahmet kılış arkalık bizge ihtiyacı boğan, muhim boğan neslerini bizge Allah berdi diyen gap. Yine bir hadisi de Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari ve İmam Muslim rivayet kılan hadisi de şuna deydi ki Ana inde zanni abdi bi وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Peygamber Aleyhisselam bu hadis şuna deydi. Men bolsam benden kandak dep oylasa, guman kısa ben şundak deydi. Men şundak deydim. Yani men şu bir kişininki itikadıda o kişi yani Allah'ını kandak dep oylasa şundak olur deydi. Yani o adam yüzüki gumanı da yani yüzün itikadı da düşüncesi de Allah men hazır silgime dua kıldım, ibadet kıldım. Allah körüp turvatılan, siz anlap turvatılan, hazır bunu cezmen kubul kılla diyen, muşluk işilip resmi aşınıgar, %100 işilip ihlas bilen kılı diken, ben resmen o, Allah o dua adamdaki duasını ve ibadetini kubul kılıdı. Yine birisi bana diken, maaşlık kıp koyan, Allah kubul kılandı, kılmamdı. Kandak ola ki, Allah maşta depti, xələr devadıdı falan pukkunu. Diyen bunda bir guman asasda bir işlik kılıdıken o iş şu guman asasen buludu. Yani şu adamın gumanı asasen buludu. Yani göz o adamın gumanı sırt onda çok bulmaydı. Yani demek bir bende Allah'ın ki bir kişi Allah'ını kandak ki dep düşünüp bilgen bolsa Allah şundak deydemdi. Onda oğan diken deydi Peygamber Sam ve ana ma'hu bu hadisi kudusi Allah Teala şuna deydi ki men şu bende bilen birli olamın. Benimle devamlı birge deydemdi. Bizdeki itikadimiz men Allah mevcut. Bizi körüp durdu. Bizge iş kandak vakt düzeydi, iş kadar bir nersige bizge mehbitçi emez. Ana oğan diken Allah biz ne edil bolaylı, meyli biz yani ki tehdi kirip keteyli, ya asmağı çiketeyle,
yoki 70 qat zaminning tahtiga kirib ketib, qat bu qat o'ning ishi kirib olayli, qorong'ulik kirib olayli, Alloh biz bilan bo'ladi. Biz bilan bo'lib, bizniki qanday harakat qilganimizni Allohcha bilib turdi. Hatto deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, men shu Alloh deydiki, men shu bandaniki meni bilib bo'laman, shu banda meni zikr qilgan vaqtimizda. Ya'ni u odam Allohni zikr qilibdi, aslabdi, zikr qilgan vaqtimizda men bilib bo'laman. Qachoniki shu odam meni uyuz ichida, ya'ni nafsida zikr qilibdi. Ya'ni ikkinchi bir odam o'qitmay, subhanalloh deb uyda debdi, ya'ni shaxsiy o'ziga ibodat qilish orqali men bir kishilik ibodat qilaman deb, meni bu odam mundoq qilgan bo'lsa, men bu odamni men bu o'z nafsimda zikr qilamanki, ya'ni uni ikkinchi bir odamga men o'qitmayman deydimdi. Ikkinchi bir odam o'qitamay, faqat o'zimizlar men bilan shu benim o'ttirsida bo'ladi, shu bo'ladi demdi. Ya'ni o'ziga qon bo'lgandiki bu o'ziga berman deydi. Agar bu odam meni bir jamoatda, ya'ni o'zim o'tib xalq jamoatida zikr qilsa, men bu odamni meni bu o'zi turayotgan jamoatdimi jinoyat ubdan bo'lgan bir jamoatni zikr qilaman deydi. Va agar deydi, ya'ni bir odam Allohni zikr qilishdan o'z nafsi bilan zikr qilibdi. Ya'ni bu hargiz bu yilqi uyda yoki o'zi shaxsiy ibodat qilib, ben o'zimni bilsam bo'ldi, boshqa odamlar korim yo'q deb namozni o'qisam, Qur'on o'qisam, o'zim bir kishilik shundoq qilsam bo'ladi desa, Allohim shundoq bo'ladi. Agar bu odam Allohni zikr qilishdan de, zikr degan oyatda dedik, bu nima emas, shundoq zikr qilish, tasbih etish, tabliğ qilish, yetkizish, o'gitish va o'qish deganidek ishlarniki o'zini eshib, oilasi, jamoat, xalqiga shundoq degan bo'lsa, Alloh taolo deydi, men buludimmi yaxshiroq bir jamoatla zikr qilib, u odamniki nomini shu yerda deyman deydi. Ya'ni ammani uqtirman deydi. Hozir amaliyotda bo'layotgan ish shu bu hamda. Amaliyotda bu. Agar bir odam menga bir g'ayrish bilan bir g'ayrish miqdori menga yaqinlashgan bo'lsa, men u odamga bir g'ulash oldiga yugurib, ya'ni bir g'ulash yaqinlashaman deydi. Agar bir odam menga bir g'ulash, ya'ni shundoq yaqinlashgan bo'lsa, u odamga men bir g'ulashdan yuqori, ya'ni bir g'ayrish, u odam ya'ni bir gaz menga yaqinlashgan bo'lsa, men u odamga bir g'ulash yaqin kelaman deydi. Agar u odam menga shundoq mengib kelgan bo'lsa, men u odamga men yugurib cho'p kelaman deydi. Ya'ni demak endi zikrniki fazilati va uniki meni ortiqchiligi uchun shundoq. Agar biz Alloh taolani zikr qilishda faqat uyimizda yoki o'zimizniki shaxsiy doiramizning ichida bo'lgan bo'lsak, mushadil qilib qoladi, boshqa yerga chiqmaydi. Agar biz jamoat bilan, xalq bilan deyish orqali buni texnik jamoat o'qisin degan jamoatga deb hamma odamga bildirib, o'qtirib mushtaq qilsak, Alloh taolo bizni shu vaqt shu yerda zikr qiladi. Shuningdek Allohga qanchaykin yaqin holatda bu tamsilandi. Amaliyat shuna bor, har qanday vaqtning o'zida Alloh biz bilan birga. Agar biz Allohni shundoq bir yaqin darajada bo'lib, ya'ni mushta biz zikr qilsak, Alloh bizni bir hassa yuqori holatda zikr qilib, shu orqali bizdagi ehtiyojimizni va bizga Alloh taolo rahmat cho'q qiladi deydi. Ya'ni men u odamniki o'zi menga mengib kelsa, men uni yugurib kelaman deganliginiki o'zi, agar u odam shu yiliq Allohni zikr qilsam bo'ldi deb normal bir holatda, masalan, Qur'on o'qish yo o'gitish va kaza ishlari va mushluqi normal bir holatda mengan bo'lsa, men ulug'a u kishiga mening rahmatimdan u kishiga natijasi mushluq ko'paytib, mushunda jiq qilib doydi jiq holatda mushundaqcha berman deb mushundaqcha deydi endi. Bu zikrniki mushadiki mazmun mushagchilik in bir qatim dersimizni in bir qata in davomlashtiramiz. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل
لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن